Demek sizlar bilan mana birinchi milliy sertifikatimizni yechimlarini qilishni boshlayapmiz. Yopiq testlar. Xo'sh, birinchi savol. Kuch nima? Kuch bu harakatni yuzaga keltiruvchi miqdor. Ikkinchisi, rasm asosida sinov harakat tenglamasini aniqlang. Demak, biz e'tibor qaratadigan narsa bu asosiy narsamiz x o'qi o'ngga yo'nalganligi. Demak, harakat tenglamasi eslaringda bo'lsa x0 plyusdan v0 plyusdan a taqsim 2t kvadrat edi. Xo'sh, endi x0imiz 0 dan o'ng tomonda. Bu degani x0imiz musbat degani. Endi tezlanish o'ngga yo'nalgan x o'qi bo'ylab, demak bu ham musbatdan bo'lishi kerak. v0imiz x o'qiga qarshimi? Demak uni qiymati manfiy bo'lishi kerak. Shunda tenglamani boshqatdan yozsak x0 minusdan v0 plyusdan a taqsim 2t kvadrat bo'lib qoladi mana. Bunaqa yechim C javobda turibdi. Gravitatsion kuchning formulasini yozing. Bu hammaga qiyin bo'lmasa kerak. Javobda energiya birligi ham ko'pchilikka qiyin bo'lmasa kerak, bu joule. Qanday qilib kinetikani hisoblash mumkin debdi. Demak, kinetikani formulasi mv kvadrat taqsim 2. Xo'sh, 6-chi savol. Quyida gorizontga turli burchaklar ostida otilgan ikkita jismning boshlang'ich tezligi tasvirlangan. Jismlarning uchish vaqtlarining nisbati qanday? Xo'sh, bizga ma'lumki, uchish vaqtlari gorizontga turli burchaklar ostida otilganda bizda uchish vaqtlari. Uchish vaqtini formulasini yozsak, demak t uchish vaqti nimaga teng bo'ladi desak, 2v0 sinus alfa taqsim j. Endi mana bu v0 sinus alfamiz o'z aslida nimaga teng? 2ta v0 y, ya'ni y o'qidagi boshlang'ich tezlikni beradi. Demak, v1 bilan v2 ni y o'qidagi tezliklarini birlik jihatdan olsak bo'ldi ekan. Demak, v1 da boshlang'ich tezligi y o'qida 3 birlikka teng bo'lyapti. 3 birlik bo'lyapti. v2 niki bo'lsa 1 birlik bo'lyapti. Demak, t1imiz proporsional bo'lyapti 3 birlikka, t2imiz proporsional bo'lyapti 1 birlikka. Demak, nima qilamiz endi? Ularda t1 taqsim t2, t1 taqsim t2 o'z-o'zidan 3 ga teng. Ikkinchi qonun bo'yicha kuch va tezlanish orasidagi munosabat qanday deb. Demak, Nyutonning ikkinchi qonuni bo'yicha kuch va tezlanish, jism olgan tezlanish kuchga to'g'ri proporsional. B javobda. 8. Avtomobilning 2 newton tortish kuchi tufayli 54 km taqsim soat tezlikka ega bo'lsa, uning quvvati qanday bo'lgan debdi. Demak, quvvat formulasi bizda kuchni tezligi ko'paytmasiga teng. Demak, kuchimiz 2 kilonewton, bu 10⁻³ ko'paytirilgan 54 km taqsim soatimiz bu 15 metr taqsim sekund. Demak, ko'paytirsak 10⁻³ kilovattga o'tsa, demak 2 kara 15imiz 30 kilovat qiymatni beradi. Ishning birligi nima? Ikkita narsa qolibdi, 9 bs. Demak, 10-misol. 10 gramm massali o'q v teng 100 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanib, purshinaga mahkamlangan bursakka noilasiga uriladi. Bunda purshina qanchaga siqiladi debdi. Demak, to'qnashuv natijasida bursak bu tomonga kinetik energiya jihatdan gaplashsak,
Mm, m plus katta m ikkalasini oilasi to'qnashdi. Taqsim 2 va qanaqadir u tezlik oladi bu tomonga u. Demak, u tezlikni kvadrati. Ya'ni bu nima bo'ldi? Kinetik energiya bo'ldi. Demak, to'liq kinetik energiyani hammasi prujinani siqilishga sarflayaptimi? Demak, u teng bo'ladi prujinani potensial energiyasiga, ya'ni k delta x kvadrat taqsim 2. Bu esa prujinani potensial energiyasi. Demak, bizda kinetik energiya to'liq potensial energiyaga aylanib ketadi. Endi impuls jihatdan gaplashsak, boshlang'ich holatda faqat jismda bor edi, o'qda bor edi. M va impuls keyin nima bo'ldi? Noilasi to'qnashdi, ikkalasining massasi qo'shilib ketsa, m plus katta m bo'lyapti. Tezlik bo'lsa u bo'lyapti. Demak, uni topsak, m v ni bo'laman m plus katta m ga hisoblaymiz. Kichkina m massasi 10 gramm, kilogrammga o'tkazsak 0,01. Tezligimiz 100. Pastda m'imiz 0,1 plusdan 1,999 demak. 99 ekan. Xo'sh, ko'paytma tepadagi ko'paytma 1 ga teng, 1,99 ga 0,100 dan 1 ni qo'shsak 2. Bu 0,5 metr taqsim sekund qiymatini beradi. Demak, erishgan tezligini topdik. Endi o'rniga qo'ysak, bildiki, ikkilarni qisqartirib yuborsak bo'lar ekan, ikkala tomondan. Xo'sh, ikkalasining yig'indi massasi 2 kilogrammligi bizga ma'lum. Xo'sh, demak, endi tezlikni kvadrati 1 taqsim 2 ni kvadrati 1 taqsim 4 teng k ni qiymati 200 va delta x ni qiymati kvadrati bor. Demak, 2 bilan 2 ketyapti. Xo'sh, 100 pastga tushirib yuborsak, demak delta x kvadratimizni qiymati 1 taqsim 400. Delta x ni qiymati bu yerdan 1 taqsim 20 chiqadi. Javob metrda hozir. Buni qiymatini osonroq hisob uchun 5 ga ko'paytirib yuborsak, so'tmaqlashda 5 taqsim 100 bo'ladi. Metrda bu 0,05 metr. Bu qilyapti. Bu 5 santimetr. Xo'sh, 10-misolning javobi shunda A javob ekan. Xo'sh, 11-savol. Avtobus 60 kilometr masofani 50 kilometr taqsim soat tezlikda bosib o'tib, biror bekatda to'xtadi. Bekatda 30 minut turgach, harakatni davom ettirib, yana 40 kilometr masofani 50 kilometr taqsim tezlikda bosib o'tdi. Demak, o'rtacha tezlik formulasiga bitta qarab olsak, o'rtacha tezlikning formulasi umumiy yo'lni bo'lishimiz kerak umumiy vaqtga. Demak, bizda qismlarga bo'lib olsak, 60 kilometr masofani 50 kilometr taqsim tezlikda bosib o'tib, biror bekatda to'xtadi. Bekatda 30 minut turgach, harakatni davom ettirib, yana 40 kilometr masofani 50 kilometr taqsim tezlikda bosib o'tdi. Avtobusning butun yo'ldagi hujjatini toping debdi. Demak, biror bekatda to'xtabdi mana. 60 kilometr masofamiz bor, keyin bizda 40 kilometr masofamiz bor. Birinchisiga 50 kilometr taqsim soat sarflangan, ikkinchisiga ham 50 kilometr taqsim soat tezlik bilan harakatlangan kerak. Lekin o'rtada 30 minut to'xtagan qismi bor. Xo'sh, demak, S umum bizda aniq ekan. 60 kilometr plus 40 kilometr jami 100 kilometr. Xo'sh, muammoli jihatimiz T umumni topishimiz kerak. T umumimiz birinchi qismda 60 taqsim 5 50 bilan plus ikkinchi qismda 40 taqsim 50 bilan va qo'shimcha o'rtada yarim soat to'xtab turdi. Demak, 0,5 ni ham qo'shib qo'yapmiz.
60 ni 50 ga bo'lsak 5 lar qisqarib 1,2 plus 40 ni 50 ga bo'lsak 4/5 bu 0,8 plusdan 0,5. Demak, t umumimizni qiymati shunda 2,5 soatda chiqyapti. Demak, endi v o'rtachani formulasiga qo'yib qo'ysak bo'ldi bularni. Umumiy yo'limiz 100 kilometr. Umumiy vaqtimiz 2,5 soat kelib chiqyapti. 100 ni 2,5 ga bo'lsak 40. 1 kilometr taqsim soatda.